Xullas, sizdagi xurrakni ham va semiz tanishingizdagi xurrakni ham inshaalloh bemalol bartaraf qilib bera olamiz. Umuman xurrak otmaysiz. Ayol shikoyat qiladi va atrofdagi odamlar shikoyat qiladi. Qatqadir dachaga borib qolsa, mehmonga borib qolsa, juda ham qattim xurrak otar ekansan, sen bilan uxlab bo'lmas ekan deydi. Ko'rishingiz o'sha ozg'in bo'ladi. Ozg'in bo'lsam xurrak oturaman, jonga tegdi. Men bilishim bo'yicha faqat semizli xurrak otadi deb eshitganman-da. Shunga nima deysiz? To'g'ri, asosan ko'p juda ham qo'rqinchli otadigan yosh katta, semiz va kalta bo'yinli bo'ladi. Lekin ozg'inlarda ham xurrak otishi mumkin. Xurrakning turlari ko'p. Ya'ni 3 ta asosan fiziologik, hammamiz otishimiz mumkin. Ikkinchisi faqat xurrakning o'zi, uchinchisi xurrak plus apnoe, nafas to'xtab qolishi bilan namoyon bo'ladigan xurrak. Bu xavflisi. Birinchisi xavfsiz. Ya'ni xurrak otganimizda holatga qarab, tepaga qarab qoladigan bo'lsak, juda ham qattim charchaydigan bo'lsak, hamma xurrak otishi mumkin. Ikkinchisi aynan sizga o'xshagan ozg'in insonlarda nafas olishda muammo yo'q burun yo'llarida, lekin xurrakka sabab bo'ladi. Yoshi katta yoki to'la vazn, kalta bo'yinlarda aynan xurrakki og'ir turi hisoblanadi. Bunda juda ham xurrak balon bo'ladi, temir balon bo'ladi va nafas to'xtashi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni apnoe bo'ladi. Ma'lum sekundgacha, kimdadir 10 sekund, kimdadir 60 sekundga nafas to'xtashi mumkin. Nafas olmayapti bemor. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va juda ham kuchli xurrak bilan davom etadi. Bu xavfli. Bu bor davleniya, sahr, infarkt miokard, insultga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi sizdagi xurrak ozg'inlarda bo'ladi. Buni asosan shikoyati ayol shikoyat qiladi va atrofdagi odamlar shikoyat qiladi. Qatqadir dachaga borib qolsa, mehmonga borib qolsa, juda ham qattim xurrak otar ekansan, sen bilan uxlab bo'lmas ekan deydi. Ko'rishingiz o'sha ozg'in bo'ladi. Xo'p, xurrakning sabablari ko'p. Nafas olish yaxshi, burun to'sa tekis, chig'anoq kattalashmagan, polip, adenoti yo'q. Bitta tekshirish usuli bor bizda, sleep endoskopiya, ya'ni sleep uyqu, endoskopiya tekshiruv usuli. Uxlatib tekshiramiz. Taxminan 10-15 minut davom etadi tekshirishimiz va 15 minutdan uyg'onadi. Yarim soatda ishimiz tugaydi. Burun halqumdan bizani bundan ham ingichka qanaqa desak bo'lar ekan? Xo'p. Mana ingichka joyida endoskop bo'ladi. Bu yumshoq narsa, qattiq bo'lmaydi. Xohlagan grafika burilib ketaveradi. No, burundan kiramizda, burun halqum tekshiramiz. Burun halqumda aynan xurrakka sabab bo'ladigan to'siq bo'ladi. O'tda yumshoq tanglay osilishi va tilchaning uzun bo'lishi xurrakka sabab bo'ladi, vibratsiya bo'ladi. Ya'ni og'izgina havo burundan, ozgina havo og'izdan kirsa, o'rta tanglay qimirlaydi. Bu birinchisi va eng ko'p uchraydigan holat shu. Ikkinchisi hiqildoq usti tog'ayi, ya'ni hiqildoq usti tog'ayi, nadgartanlik. Bu ham juda ham katta bo'lsa, bargsimon bo'ladi ko'rinishi. Xuddi gul bargi o'sha lolan bargi o'xshagan bo'ladi. Juda ham katta bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir chekkasi qimirlash natijasida xurrakka sabab bo'lishi mumkin. Kamdan kam holat uchraydi bu. Va uchinchisi ovoz boylamlarida paraliz yoki orqada qolishi, harakat suslashish natijasida nafas olganda keskin qimirlaydi-da, bu ham xurrakka sabab bo'lishi mumkin. Oxirgi ikkita aytganimizda juda ham kamdan kam holat uchraydi. Asosan burun halqumda yumshoq tanglar va tilchaning vibratsiyasi natijasida xurrak sabab bo'ladi. Buni esa faqat sleep endoskopiyada kamerani tekshirib aniq ayta olamiz va buni ham bu og'ir turini ham bartaraf qilishimiz mumkin. Og'ir turida boshqacha operatsiya qilinadi, yengil turda boshqacha operatsiya qilinadi va ikkalasida ham xurrakka batamom to'xtatishi mumkin. Sizda ham va semiz insonlarda ham xurrakka bartaraf qila olamiz. Uning uchun bizga klinikaga kelib, bizani qabrga yozilishingiz kerak. Sleep endoskopiya tekshiramiz va xurrakni butunlay bartaraf qilamiz.